Arab tilini bir necha oylar, balki bir necha yillardan beri o'rganib kelmoqdasiz. Ammo arab tilida gapira olmaysiz. Quyida sizga bir nechta sefir imtihoniga kirib chiqqan talabalarning sefir ballarini ko'rsataman. E'tibor qaratadigan bo'lsak, speaking bo'yicha juda ko'pchilik talabalarning ballari 50 dan ham oshmaydi. Keling, hozir bularning sabablari va yechimlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum, men Ibrohim Rahmonov, arab tili o'quvchisiman. Bu videoda at-tahaddus, ya'ni speaking, gapirish mahoratini oshirish bo'yicha maslahatlar va talabalarda ko'p uchraydigan muammolar va ularning yechimlarini aytib o'taman. Hozirgi kunda o'quv markazlari, xosatan arab tili kurslari juda ko'payib ketmoqda va tabiiyki arab tilini o'rganayotgan talabalarning soni ham tobora oshib bormoqda. Biroq ko'pchilik talabalar sefir yoki at-tanal imtihoniga tayyorlanish davrida yoki imtihonga kirganda speaking, ya'ni at-tahaddus bo'yicha juda ko'p mashaqqat chekishadi. Va yuqorida aytganimizdek, juda ko'pchilik talabalar speaking, ya'ni at-tahaddusdan juda past ball olishadi. Va yana shuni aytib o'tish kerakki, grammatika, al-qiroa, al-kitaba kabi mahoratlar bo'yicha talabalar yaxshi ballar olib kelishmoqda. Demak, bizning hozirgi kundagi muammoimiz bu faqatgina at-tahaddus, ya'ni yaxshi gapirish. Xo'p, aslida at-tahaddus, ya'ni speaking nima? Nima uchun biz bu mahoratni rivojlantirishimiz kerak? Va bu jarayon qanday bo'lishi kerak? Buni hozir video davomida bilib olasiz. Arab tili bu arab tilida gapirish. Va xuddi shunga o'xshash, ingliz tili bu ingliz tilida gapirish. Qisqacha qilib aytganda, til bu muloqot uchun. Agar siz bir tilning grammatikasini bilsangiz, ammo o'sha tilda gapira olmasangiz, demak siz o'sha tildan 80 yoki 90% foyda ola olmaysiz. Shuning uchun gapirish til o'rganishda juda muhim sanaladi. Va xuddi shunga o'xshash, arab tilini o'rganarkansiz, arab tilida gapirishni bilishingiz kerak. O'ylaymanki, at-tahaddus, ya'ni arab tilida gapirish qanchalik muhim ahamiyatga egaligini sizga tushuntira oldim. Keling, endi arab tilida gapira olmaslikka sabab va muammolarni ko'rib chiqamiz. Sportchilar mushaklarini chiqarish, mushaklarini kattaytirish uchun soatlab vaqtlarini zallarda o'tkazishadi. Arab jurnalisti shunga qiyoslab aytadiki, siz ham gapirish mahorati ustida ishlarkansiz, xuddi mushaklarga muomala qilgandek muomala qilishingiz kerak. Ya'ni soatlab gapirishingiz kerak bo'lsa, soatlab ko'zguning qarshisida turib, o'zingiz bilan o'zingiz arab tilida gapirishingiz kerak bo'ladi. Sezib turganingizdek, birinchi muammoimiz bu kam gapirish. Keling, hozir birgalikda nima uchun talabalarning kam gapirishlari haqida bir nechta sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab bu uyalish. Uyalish sizni istalgan sohada rivojlanishingizga to'sqinlik qiladigan narsadir. Rivojlanishni istarkansiz, albatta kerakli darajada odob me'yorlariga amal qilgan holda uyalishdan voz kechishingiz kerak. To'g'ri, uyalishdan voz kechish bu sizga qiyinlik qilishi mumkin, lekin sekin va sekin, pog'ona va pog'ona bundan siz voz kechishingiz kerak bo'ladi. Siz o'ylaysizki, men kamera qarshisida o'tirganda uyalmaymanmi? Albatta boshida uyalardim. Hozir esa bu borgan sari tabiiy holga aylanib bormoqda va siz ham bugundan boshlasangiz, deylik 1 yoki 2 oydan keyin natijaga erishasiz. Agar uyalib yuraversangiz, yuraverasiz. Kayfa haluka ya Jamini? أنا بخير وشكرا لسؤالك. كيف حالك أنت؟ هل هناك أي شيء تود التحدث عنه؟ نعم، أريد أن أتكلم معك كي أطور مهارتي التكلم. هذه فكرة رائعة. يمكننا التحدث في مجموعة متنوعة من المواضيع. ما هي اهتماماتك؟ هل تحب الأفلام، القراءة، السفر أم شيئا آخر؟ Xullas, men hozir Gemini bilan gaplashdim va unga men sen bilan arab tilida gapirish mahoratini rivojlantirish uchun gapirmoqchiman deb aytdim va u menga hattoki ba'zi bir mavzular haqida gaplashishni ham tavsiya qildi. Xullas, ikkinchi muammo bu suhbatdoshning yo'qligi. Hozirgi kunda suhbatdoshim yo'q, kim bilan ham gaplashardim degan narsa ozgina g'alati tuyuladi. Chunki texnologiya rivojlangan davrda bunday gaplarga o'rin yo'q. Deylik, men hozir Gemini bilan gaplashdim. Qolaversa u yerda ChatGPT, Google Assistant, kerak bo'lsa Siri kabi ilovalar bor. Ular bilan siz bemalol arab tilida muloqot qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni umuman olganda suhbatdoshning yo'qligi hozirgi kunda muammo emas. Qolaversa, ko'pchilik talabalar arab tilini markazlarda yoki oliygohlarda o'qishadi va tabiiyki ularning sinfdoshlari bo'ladi. Shaxsan men ushbu narsani tajribada qo'llab ko'rganman. Bir kun oldin mavzu tanlanadi, ya'ni
qaysi mavzu haqida gaplashamiz, o'sha narsa, ya'ni o'sha mavzu kelishilib, o'rtaga tashlanadi. Ertagacha hamma ushbu mavzu haqida gapirish uchun tayyorlanadi. Izlanishlar, kitoblar varaqlash, Google ga kirish, ma'lumotlar olish va ertaga hamma ushbu mavzuda gapirishga harakat qiladi. Ya'ni siz sun'iy idrok bilan ishlashni istamasangiz, sizga turlicha yo'llar mavjud. Siz shunchaki shug'ullanishni boshlashingiz kerak. Xoh u sun'iy idroklar bilan bo'lsin, xoh do'stlaringiz bilan bo'lsin, bunga yechim albatta bor. Gapirishga to'sqinlik qiladigan yana bir katta muammo bu so'z boyligining kamligi yoki so'zlarni ishlata olmaslik. Shunday talabalar borki, ular yuzlab, balki mingdan ham oshiq so'zlarni bilishar, ammo o'sha so'zlarni qayerda, qanday qilib ishlatishni bilmaganlari sabab ular gapirisha olmaydi. Yana shunday talabalar borki, ular o'z fikrlarini ifodalaydigan darajada so'z boyliklariga ega emas. Demoqchimanki, so'z yodlashning o'zining uslubi bor. Deylik, siz so'z boyligingizni yanada ko'paytirish uchun kuniga 3 tadan so'z yodlab borishingiz kerak. Ammo ushbu so'zni siz quyidagi jadval shaklida yodlasangiz, qanday qilib o'sha so'zni yodlash va o'sha so'zni qayerda qanday qilib ishlatishni o'rganib olasiz. So'zni yodlash uchun bizda ikkita jadval bor. Biri ismlar uchun, ikkinchisi fe'llar uchun. Birinchi bo'lib ismlar haqida gaplashamiz. Deylik, siz bugun kitob kalimasini o'rgandingiz. Kitob so'zi arabchada kitabun bo'ladi. Uni jadvalni quyidagi joyga joylashtirasiz. Xo'p, keyingi jadvalda ushbu so'zning ko'pligini yozishingiz va uni yodlashingiz kerak bo'ladi. Kitob so'zining ko'pligi bu kutubun. Xo'p, endi shu so'zning o'xshashi bormi? Ya'ni shu so'zning sinonimi bormi? Agar bo'lsa, uni yozib qoldirasiz. Agar bo'lmasa, shunchaki chiziqcha orqali uning sinonimi yo'qligini bildirib qo'yasiz. Keyingi qatorda esa ushbu so'zning aksi, ya'ni ushbu so'zning mudodini yozasiz, agar u bo'lsa. Shunday qilib, oxirida siz ushbu kalima ishtirokida gap tuzishingiz kerak bo'ladi va bu kamida bitta. Deylik, siz o'rgangan kalimangiz kitabun. Ushbu so'zni hozir biz birgalikda gapiga solib ko'ramiz. Deylik, uhibbu an aqra'al kitaba. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Xo'p, siz bu o'rinda kitob so'zini shunchaki yodlamadingiz, balki o'sha kalima ishtirokida gap tuzdingiz. Bu sizga o'sha kalimadan qaysi o'rinlarda qanday qilib foydalanishni o'rgatadi. Va xuddi shunga o'xshash boshqa so'zlarni ham birligini, ko'pligini, agar mavjud bo'lsa uning o'xshashligini, ya'ni sinonimini, agar mavjud bo'lsa uning aksini yozasiz va oxirida o'sha kalima ishtirokida gap tuzasiz. Bu ismlarni yodlash uchun jadval edi. Albatta daftaringizga ushbu jadvalni namunasini chizib, shu jadval orqali yangi so'zlarni o'rganishni boshlashingiz mumkin. Ikkinchi jadvalimiz bu fe'llarning jadvali. Deylik, siz dahola fe'lini o'rgandingiz. Fe'l yodlashda siz uning bir zamonini yodlaygina qolmay, balki uning boshqa zamonlarini ham quyidagi jadval orqali yozishingiz va yodlashingiz kerak bo'ladi. Deylik, dahola u kirdi. O'tgan zamonda, ya'ni al-madi, al-mudari, al-amr, keyin masdar va jumla tuzishingiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytdik, dahola fe'li kirdi. Endi buni hozirgi yoki kelasi zamonni ifodalaydigan shaklini topamiz. Ya'ni yadkhulu. Keyin esa buyruq fe'lini yozamiz. Udkhul. Keyin esa ushbu fe'l qaysi kalimadan olinganini yozamiz. Ya'ni masdarini. Dukhulun. Endi esa ushbu fe'llardan biri ishtirok etgan gap tuzamiz. Misol uchun, dakhala Muhammadun fil fasli. Muhammad sinfga kirdi. Qarabsizki, siz birgina fe'lni emas, balki uning qolgan zamonlarini ham, uning masdarini ham va u ishtirokida gap tuzishni ham o'rganib oldingiz. Fe'llarni yodlash ushbu uslubda bo'ladi. Shu orqali so'z boyligingizni oshirishga harakat qilib ko'ring. Bu albatta samarali va foydali uslub. Arab tilida gapirmaslikda yana bir sabab bor. Ba'zi talabalar o'ylashadiki, men arab tilida hozir gapirsam, xato qilib qo'yaman, chunki grammatikani to'liq bilmayman. Men grammatikani o'rganib olganimdan keyin arab tilida gapiraman, ungacha gapirmayman deyshadi. Ammo bu xato hisoblanadi. E'tibor qaratadigan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatadigan bo'lsangiz, juda ko'pchilik arablar ham hatto o'zlarining ona tillarida gapirishda xato qilishadi va bu odatiy hol hisoblanadi. Gapirarkansiz, siz to'liq grammatika asosida gapira olmasangiz ham, o'zingiz aytmoqchi bo'lgan narsani qarshingizdagi odamga yetkazib bersangiz, shu gapirish bo'ladi. Misol uchun sizga men sharibtu shayun desam, bu albatta xato, chunki sharibtu shayyan bo'lib, shayyan maf'ulun bihi mansub bo'lish kerak edi. Lekin men sharibtu shayun dedim.
Lekin siz mening xatoyimga qaramasdan mening choy ichganimni bildingiz. Ya'ni til shunaqa narsa. Gapirasiz, xato qilasiz, xatoyingizning ustida ishlaysiz, tajriba orttirasiz va ertaga kechadan ko'ra yaxshiroq gapira boshlaysiz. Demoqchi bo'lganim, men arab tilini grammatikasini o'rganaman, keyin arab tilida gapiraman deyish bu xato. Gapirishni siz hozirdan boshlang. Gapirish mahoratingiz esa tajriba orqali o'sib boraveradi. Bundan oldin ham sinov tariqasida at-tahadduth, ya'ni gapirish bo'yicha video olib ko'rganimda arab tilida gapirmaslikning sabablariga dangasalikni ham qo'shib qo'ygandim. Hozir o'ylab qarasam, dangasalik bu gapirmaslikka sabab emas ekan. Agar siz arab tilida gapirishni istamasangiz, rivojlanish uchun vaqt ajratmasangiz, bu albatta dangasalikka kiradi. Lekin bu arab tilida gapira olmasligingizga sabab emas, balki bu bahona. Va yana shuni ta'kidlab o'tamanki, dangasalarga ilmdan nasiba yo'q. Xullas, suhbatimizning to'liq xulosasiga keladigan bo'lsak, arab tilida gapirish uchun siz gapirishingiz kerak. Boshqacha izoh yo'q. Bu suhbatimiz shulardan iborat edi. Sizlarni keyingi suhbatlarimizda kutib qolamiz. Aytgancha, keyingi videomiz arab tilida qanday qilib go'zal va ravon gapirish to'g'risida bo'ladi. Bizdan aslo uzoqlashmang. Ma'assalama.